Shahar markazida yashash baribir boshqacha-da, qadrdonlar. Mana lokatsiyani ko'ringlar. Shundoqqina yonimizda Toshkent City, oldimizda U-Tower turar joy majmuasi. Shundoq biqinimizda Media Park, Chaqar turar joy majmuasiga yetib kelganmiz. Mana shu novostroykamizda 2 xonali tayyor remont bilan kvartira sotilyapti. Video davomida hozir narxini ham aytaman. Kelinglar qadrdonlar, bizani xonadonimizni 16 qavatli mana shu novostroykamizni 12-qavatida kirib-urish yo'li, tayyor remont. Hech kim yashamagan. Endi o'ng tarafdagi xonani ko'rishni boshlaymiz. Bu oilaviy o'tiriladigan bitta xona qiladigan bo'lsak, mana bu yerda razvijnoy qilingan. Bu yoqni oshxona qilib qo'ysak bo'ladi. Katyollarigacha hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Shundoq mebel jihozlarni olib kelib yashayverasizlar o'sha. Endi bu yoqdan navbatdagi xonamiz katta xona, o'zini balkoni ham bor. E'tibor beringlar, radiatorlargacha qo'yib qo'yilgan, akkuratniy remont. Alohida bu yoqda hojatxonasi, alohida yuvinish xonasini ko'rsak, bu yoqdan ikkinchi xonamizni ko'ramiz. Novostroykamizni oldida avtoturargohlari plus bolalar o'ynash uchun maydonchalari bor. 112 ming so'ralyapti. Agar tepasida naqd pul bilan keladigan bo'lsangiz, ozgina kelishiladigan joylar bor. Pastda joy egalarining nomeri aloqaga chiqaverasiz.